afsuski bir noxush holatga ko'zim tushib qoldi. Mana lochin halok bo'libdi, nobud bo'libdi mana. Juda ham chiroyli va tabiatimizga juda ham kerakli hayvon. Afsuski nobud bo'lgan. Endi buni ozgina taxminiy ekspertiza deydimi, nima deydi? Qaradim, o'qiyamagan, boshqa qilmagan. Odamlar boqqanmikin, oyog'idan balki boylab dedim, oyog'ida ip izlari ko'rinmadi. Lekin yosh lochin, voyaga yetgan yosh lochin. Afsuski mana sariq jag'ini ko'rib turibsizlar. Afsuski mana shunday jonivorimiz nobud bo'libdi. Bu yaqinda nobud bo'lgan, chunki tulkilar, boshqa yoki itlar, yovvoyi itlar hali yeb ketmagan. Buni ko'mib qo'yamiz. Tabiat ta'sirli o'rtoqlar, hayvonlar ham xuddi biz kabi yashash huquqiga, mana shu tabiatda o'zini vazifasini bajarishga ega. Tabiat ta'sirli.